Farid Usmon Bobur podshoh 20-qism. Shayboniyxonning boryapman degan so'zi, Tambalning xonlarni ta'qib etishi. Andijon atrofida joylashgan xonlar kelishadilar. Kengash qaroriga binoan Boburga lashkar biriktiriladi. U axsini ishg'ol qilishi, xonlar esa Andijon qo'rg'onini qamal qilishga kelishadilar. Bobur o'ziga biriktirilgan lashkarni axsi sari boshlab yo'lga tushadi. O'sha paytda axsida Tambalning inisi Shayx Boyazid boshliq edi. U akasining maslahati bilan Boburga tarafdorlik bildirib, hiyla yo'lida odam yuboradi. Bobur buni hiyla ekanini bilsa-da, yana bir ko'ngli Shayx Boyazid men tomonga o'tar deb o'ylaydi va uning taklifiga rozi bo'ladi. Shu bilan birga bu ishdan xonlarni xabardor ham qilib qo'yadi. Xonlar borsin, nima qilib bo'lsa-da Shayx Boyazidni tutsin deb tayinlashadi. O'zlari Andijon qo'rg'onini qamal qilishga kirishadilar. Bobur boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shini Aqsa atrofini talon-taroj qilishga kirishadilar. Bobur o'zi 100 dan ortiq kishisi bilan Shayx Boyazid ahdi va shartiga binoan Aqsiga kirib boradi. Boyazid shahzoda istiqboliga chiqib, uni izzat hurmat bilan kutib oladi. Inisi Nosir Mirzoni ham olib kelgan bo'ladi. Tashqi qo'rg'ondan Boburning ota merosi imoratlardan biriga joy tayin etgan bo'ladi. Bobur o'sha joyda qo'nim topadi. Bobur katta lashkar bilan Aqsini qo'lga olishi, Boyazidni qo'lga osonlikcha tushirishi mumkin edi. U kelishib qo'ygani uchun unday qilmaydi. U o'z ahdini buzishni o'ziga nomunosib ish deb biladi. Shuning uchun u Bobur nomida bu makruh firib bizning odat va usulimiz emas edi. Alal xusus orada ahd bor edi deb yozadi. Xuddi shu vaqtda Tambal Shayboqxonga akasi Bektelbani yuboradi. U akasi orqali o'zini Shayboqxonga itoatli ekanini bildiradi. Yana aytadiki, tezda yordam qo'li cho'zilmasa Andijon qo'ldan chiqib ketib qolishini ma'lum qiladi. Shayboniyxondan Tambalga xat keladi. Xatda birgina so'z yozilgan edi. Ya'ni boryapman. Bu so'z Tambal odamlari tomonidan tezda atrofga ma'lum qilinadi. El ichida Shayboqxon boryapman debdi degan gap so'z tarqaladi. Dag'dag'a ma'nosini to'la ifodalagan bu so'z Andijonni ishg'ol qilish arafasida turgan Boburning tog'alari Kattaxon va Kichikxonning yuragiga qo'rquv bo'lib cho'kadi. Doimo tahlikada yashagan Shayboniyxonning kuchayib borayotganidan xabardor aka-ukaxonlar tipirchilashib qolishadi. Boryapman so'zi xuddi qilich o'ynatib Shayboniyxon kelib qolgandek tuyuladi. Ular Andijonni tashlab, ko'chkuroni qancha lashkari bo'lsa ergashtirib yo'lga tushadilar. Kichikxon ancha adolatpesha inson edi. Musulmonchilik udumlariga qat'iy amal qilar, odamlarga shafqatli bo'lgandi. Lekin askarlari ayniqsa O'sh va Marg'ilonga kirgan jangchilar el kutgan ishni qilishmadi. Oddiy xalqni talab zulmni kuchaytirdilar. Natijada O'sh va Marg'ilon eli xonlar Andijonni tashlab ketishgach, ularni hamma odamlarni urkaltak, surkaltak qilishib, yurtdan haydab chiqardilar. Chunki el ulus o'z boshiga tushgan bu besaramjonliklardan to'ygan. Tambal zulmi, xonlar zulmi ularni jonidan to'ydirgan edi. Xonlar Marg'ilon, Konibodom orqali ortlariga qaytishdi. Tambal ularni izma-iz Marg'ilongacha ta'qib qilib bordi. U shu fursatda urushsiz ular ustidan g'alaba qozongan edi. Shayboniyxonning boryapman degan jarangdor so'zi katta kuchga ega ekanligini his qilar, bir qilich chopmasdan g'olib bo'lganidan o'zida yo'q xursand edi. Shundanmi otining ustida yelkalarini kerib turib qichqirar, qichqirig'i kengliklar uzra yangrab olislardan aks-sado bergandek bo'lardi. Mulozimlari u har qichqirganida sardorning bu xursandchiligidan o'zlaricha kulimsirab qo'yishardi. Bu vaqtda Bobur Boyazid tayin etgan joyda edi. Otasidan qolgan binolarga nazar solar, otasini eslar, barvasta gavdasi,
Ko'rkam chehrasi ko'z oldida jonlanar ekan, o'zini xo'rsiniqdan to'xtatolmasdi. Lekin o'zini hushyor tutar. Qanday voqea sodir bo'lishidan qat'iy nazar taraddudda edi. U xonlarga nisbatan ishonchini yo'qotgan, ulardan yaxshilik kelishiga ko'zi yetmasdi. Tanbal jo'natganmi ukasi Jahongir Mirzo Marg'ilondan kelib qoldi. Aka-uka ko'rishishdi. Shu payt Shayx Boyazid ham qo'rquv, ham g'alati bir holatda, bezovta ko'rinishda, esankiragan tarzda shahzoda qarshisida paydo bo'ldi. Bu vaqt Boburga biriktirilgan Aqsi qo'rg'oni atrofini talon-taroj qilayotgan lashkar xonlarni yo'lga chiqqanini eshitib, lashkar boshlig'i bilan xonlar ortidan ergashgan edi. Bobur Aqsi qo'rg'onida bor yo'g'i 100 dan ortiq kishi bilan qolgan edi. Qolgan voqealar esa asar boshida tasvirlangan tarzda davom etdi. Boqi Boburga kelib qo'shilganidan boshlab uning g'ashiga tega boshlagandi. Bo'lmasa Bobur unga erk ixtiyor berdi. Qanday so'z aytsa, nima ish qilsa uning so'zi so'z, ishi ish bo'ldi. Bobur undan biror bir himmat yoki xizmat ko'rmadi. U esa shahzodaning podshohzodaligidan foydalanib nima qilsa qildi. Lekin qaytimiga istagancha adabsizliklar ham qildi. O'rni kelib qolganda esa uni noqulay holatlarga ham soldi. Boqi xasis odam edi. Shu bilan birga akasidan o'tganmi, ichi qoraligi ham bor edi. Termizni tashlab chiqib Boburga qo'shilganida qo'l ostida 30-40 mingga yetadigan qo'yi bor edi. Shuncha qo'yi bo'la turib Boburning navkarlari ochlikdan sillasi qurisa ham poda-poda qo'ylarni ularning oldidan haydab yurardi-da, ammo biror yarimtasini olinglar, so'yib foydalaninglar demasdi. Bobur ham indamasdi. U shunaqa bir inson ediki, keyinchalik voqeanomasida yozganidek, Boburni podshoh qilib ko'tarishganiga qaramay, Boqi nog'orasini o'z eshigida chaldirardi. Boqi Chog'iniyoniy ana shunday inson edi. Hech kim bilan samimiy emasdi. Hammani yomon ko'rar. O'zidan sal ustunroq kimsa bo'lsa, unday odamni hech ko'ra olmasdi. Daromad manbai ko'p bo'lishiga qaramay shukr qilmas. Har soniya boyligini yanada ko'paytirsam der edi xolos. Bobur orqali va uning obro'yi bilan talay boyliklarni qo'lga kiritayotganiga qaramay, doim uni g'ashlantirar, noz qilib tez-tez ketaman deb qolardi. Bo'lmasa eng katta mansab eshik og'alik ham Boqiga berib qo'yilgandi. Shunga ham shukr qilmasdi. Ketaman der, Bobur uzr aytib yo'l bermasdi. Chunki unga ham badfe'l bo'lsa-da, shunday odam kerak edi. Siyosat uchun shunga majbur edi. Lekin Boqining badfe'li Boburning jon jig'iga tegdi. U o'shanday ketaman degan so'zlaridan birida indamadi. Endi chidashga chegara qolmagandi. Kelib Boburga qo'shilganida yoz bo'lsa o'shanday yoz kunlarining birida unga Mirzo ruxsat berib yubordi. "Hukmdorim", dedi Boqi qiyiq ko'zlarini yer ostidan podshohga tikib. Ovoziga yalingan namo ohang bergan bo'lib, "Ijozat bersangiz, ketsam." Ular Xubyon davonida yonma-yon yurganlaridek yana yonma-yon borishardi. Bu gal Boqi qora to'riqda emas, Samanqashqada. Podshoh esa tim qora uchqur bedovda edi. "Halabbay", dedi Bobur o'ychan xayollarni yig'ishtirib. "Nima dedilar?" Demak, Bobur Boqining otdagi so'rovini ma'nosini tushunmagan edi. Boqi Chog'iniyoniy podshoh hozir yana yo'q, yurib turing deydi deb o'ylagandi. Bobur uning oqishdan kelgan salqi, xomsemiz yuziga qaradi. Javoban, "Xo'p, mayli boring", deb qo'shib qo'ydi va o'z otini qorniga niqtadi. Tulpor shtob ilgariladi. Boqi ortda qoldi. Qosimbek otini yeldirib podshohning yoniga yetib oldi. Endi ular ikkovlon yonma-yon oldingi safda ketishardi. Otlar o'ynoqib, yo'rtib borarkan, podshoh va sadoqatli bek o'zaro nimalarnidir muhokama etishar, Qosimbek boshini silkitib, tasdiq ma'nosini bildirardi. Bobur ortda qolgan Boqiga bir qarab qo'ydi. Qaradi-yu, Duki ketidan o'tib, Chutoli qishlog'iga to'xtagandagi hodisani xayolladi.
U payt Hindiston niyati bilan otlangan kunlar edi. Sind daryosi qirg'oqlarida talay-talay yurtlarni ortda qoldirishib, oldinga qarab yurishardi. Otlarga yemish ko'p edi. Daryodan Pirkoni sari yurganlaridan so'ng ahvol o'zgardi. Ko'kalamzorlar tugagandi. Otlar endi och qola boshlagandi. Lashkarlarning otlari ochlikdan sillasi qurib, yurishga majoli qolmasdi. Ko'p navkarlar otlarni tashlab, ulovsiz yurishga majbur bo'la boshlagandi. Ulovsizlik oqibatida Bobur ham yo'lda chodirlarni tashlab ketishga majbur bo'lgandi. U paytlar odat shunaqa edi. Harbiy harakatlarda har kim o'z holiga o'zi kuyinardi. Bu podshoh, bu lashkarboshi degan gap yo'q edi. Lekin berilgan topshiriqlar bajarilar yoki shu yo'lda jondan kechilardi. Bobur lashkarlari orasida shunday tartib o'rnatib olgandi. Uning keyingi paytlarda qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlari ham shu tufayli edi. O'shanda tunda yomg'ir yoqqan edi. Chodiri ichidagi suv chakka o'tganidan to'piqqa chiqqan edi. Shunda Bobur uxlay olmagan. Gilamlarni chakka o'tmagan joyga to'plab, baland qilib uning ustida tonggacha o'tirib chiqqandi. Mashaqqatlar bilan tong ottirgandi. O'shanda 2 bor qo'nilgandan keyin Jahongir Mirzo kelib, akasi qulog'iga "Xilvatda aytadigan gapim bor" dedi. Bobur "Xo'p, yaxshi" dedi-yu, ukasini chetroqqa boshladi. Jahongir Mirzo akasi qulog'iga "Boq kecha podshohni 7-8 kishi bilan Sind daryosidan o'tkazib yuborib, sizni podshoh qilib ko'taraylik" dedi menga. Bobur "Bu kengashda kimlar bor edi?" deb so'radi. "Menga bu gapni Boqining o'zi aytdi" deb javob qildi Jahongir Mirzo. So'zni davomida boshqalarni bilmadim. Aftidan Said Husayn Akbar va Sulton Ali Chuhra va yana Xisravshohning bek va kichik beklari, yigit yalanglari borga o'xshaydi. O'zingiz bir tekshirib ko'ring, dedi. Bobur shunda tug'ishganidan ich-ichidan minnatdor bo'ldi. Jahongir Mirzoning bu ishi akasining uni Qo'qmarda bu badbaxt ig'vo va fasodchi Boqibekdan himoya qilganiga chin ukalik, jigarlik javobi edi. O'shanda Bobur asli nasliga tortuvchi bu iblisga nisbatan hushyor bo'lish zarurligini yana bir bor sezgan va mulohaza qilib qo'ygandi. Mana endi vaziyat yengillashdi. Bobur o'sha Jahongir Mirzo bilan bo'lgan xilvat suhbatni o'ylarkan, dabdurustdan dedi: "Ketasizmi?" Boburdan bunday keskin javobni kutmagan Boqining rangi quv o'chgandi. Endi kech bo'lgandi. Podshoh unga ruxsat bergandi. Ketish kerak edi, lekin u ketishni xohlamasdi. Xos kishilarni chaqirib, "Podshoh mendan 9 gunoh sodir bo'lmaguncha jazolamayman" deb shart qilgandi. "Bor ayt, shu shartida tursin", dedi. Bobur Mullo boboga Boqining 11 gunohi sodir etilganini birma-bir aytib, "Endi ketsin, javob", dedi. Boqi ketishga majbur bo'ldi. Uni ajal quvgan ekanmi? Podshoh Boburdan ayrilgandan keyin hech qancha vaqt o'tmay o'limga mubtalo bo'ldi. U xulqi yomon bo'lsa-da, Boburning yomonligini ko'rmay joni omonda yurgan edi. Ajraldi-yu, o'zining yomonligi boshiga yetib, ajalga ro'baro keldi.